65 million pul sarflab, bir oyda 90 million so'mga aylanib qolishi mumkin. Hamidullo ukamizni sigiri egizak tug'ibdi. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalar, yaxshimisizlar? Hammamizni chorvamiz va g'unojillarimiz egizak tug'aversin. Bittadan like bosib qo'yasiz, qizg'anchiq bo'lmaysiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Hamidullo ukamizni sigirlari egizak tug'ibdi va bu tomonda bitta ko'rsatib qo'ying. Bu tomonda buqalari bor, sigirlari bor. Sut yo'nalishiga o'tibdilar, go'sht yo'nalishidan. Bular necha litr sut beryapti va sutni ko'paytirish uchun ratsionda qanday tuzyaptilar? Shu haqida va go'sht yo'nalishiga ham xudo xolasa sizlarga ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va buqasi bor, bo'g'oz sigiri bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Hammamizni chorvamiz xudo xolasa mana shunga o'xshash barakali egizak tug'aversin. Jo'natib qo'yasizlar xudo xolasa. Unda video roligimizni boshladik. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Imkon darajada sizlarga to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Kami chalasi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozasizlar. Biz galdagi videolarda sizlarga to'ldirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Unda video roligimizni boshladik. Assalomu alaykum. Hamidullo, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizlaringda bo'lsa, mana shu ukamizdan salkam 2 oy, 3 oy bo'ldi. Ha, 3 oy. 3 oy oldin video rolik qilganmiz. 3 oy oldin mana sheyda 14 ta, ya'ni Simmental, Angus, boshqa buqalar yurardi. Hozir ukamiz bularni hammasini nima qildi? Sigirga aylantiribdi. Sut yo'nalishiga o'tkazibdilar. Bu nimaga sut yo'nalishiga o'tkazganlar? O buqalar tekinga boqyapman deyaptilar. Shu haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Avvalambor tabriklayman. Allohim baraka bersin hammamizga, chorvamizga. Vah, mashalloh. Ikkita egizak. Bittasi nima tug'di? Bittasi xonojim, bittasi buqacha. Bu boshqa narigano buqachasi orqasida turibdi. Orqasida? Ha, bu tomonda. Yaxshi, onasining orqasiga. Katta tug'ibdimi? Necha kun bo'ldi? Kecha tug'di? Mashalloh. Kecha ertalab o'sha 2larda tug'di-da. Ha, qahramon ona. 11lardamikan. Ikkita tug'ib, uyalib turibdi. Ikkita tug'ibdi, xudo xolasa. Olganingizda bo'g'ozida? Ha. Nech pulga oluvdingiz? 65 millionga olganmiz. 65 million so'mga olgan ekanlar. Xudo xolasa kurash chiqqani, yosh qanaqa? 5 kurak. 5 kurak. Ha, 6-chisini endi chiqaryapti. Rosa shu bola beradigan payt ekan-a. Sutga ham, bolaga ham o'sha rosa. Bolaga ham mana. Qahramonlar. Ha, turaverish kerak. Bular xudo xolasa bittasi g'onojin, bittasi novvos. Simmentalmi ikkalasi ham? Simmental toza. Ikkalasi ham toza simmental ekan, xudo xolasa. Hamidullo, video roligimizni boshlayveramiz. Bu tomonda nechta sigiringiz bor sut yo'nalishiga? Hozir sut yo'nalishiga sut berayotganlar hozir 5 ta. 5 ta sut yo'nalishiga. Ha, endi bu qo'shilsa 6 ta bo'ladi. Zo'r. Bu 6-chisi, xudo xolasa. Ha, bu 6-chisi qo'shiladi endi. Sekin endi o'g'izdan chiqib olsa. Baraka bersin. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu bo'g'oz, a? Bu ham ikkalasi bo'g'oz yaqin tug'ishi bo'ladi. Yaqin nasib bo'lsa. Ha, xudo xolasa. Xo'p, qarang. Hozir ilgari buqa boqardingiz. Bu sut yo'nalishida foyda yaxshiroq ekanmi yo go'sht yo'nalishidami? Endi go'sht yo'nalishiga qaraganda sutda yaxshiroqda foyda. Sutda yaxshiroq. O'zi o'sha novvosni boqishdan ham maqsad o'sha sigir qilishda, sut yo'nalishiga o'tishida o'zi boshida ham. Ha, endi maqsad shu edi. Misol sigirlar qimmat, birdaniga misol 5-10 ta sigirni olib kelib sut yo'nalishiga kirib keta olmaysiz-da. Endi uning uchun kattaroq oborot kerak. Juda ham katta mablag' kerak bo'ladi. Qarang, hozir 5 tasini sog'yapmiz. Necha litr sut beryapti kuniga o'rtacha? Hozir 5 tasidan shu 90 ta bu yoqda beryapti. 90 litr beryapti maksimal. Ha, endi 90 ta oshiq, endi bittasini bolasi ertaroq tuqqan bir simmental ko'rsatib qo'ying. Shu 8 litrdan yemayapti, ichyapti-da, unaqa idishda beryapsiz. Ertalab 4 litr, kechqurun 4 litr mana shu uzoqcha ichyapti. O'zi 8 litr ichyapti. O'zi kuniga 8 litr ichyapti. Tushunarli. Demak, bularga sut berish kerak. Endi ha, yemga kirib ketguncha o'sha sutda ushlab turish kerak-da, bo'lsa ozib ketadi. Sut bermasangiz haqiqatan ham juda ham bir besunaqa sigir bo'ladi. Hozir sutga to'ysa, keyin o'sha misol sigir bo'lsa, keyinchalik o'sha sut berishi ham, boshqasi ham yaxshi bo'ladi-da. Sutni hozir litrini necha puldan beryapsiz o'rtacha? 6 ming. 6 ming so'm. 1 litr sutda 6 ming so'm beryapti ekanlar.
Juda ham zo'r. O'shanda o'zlaring hisoblaringni olinglar, kuniga qanchadan bo'lyapti? Qancha o'rtacha? 6000 so'mdan bo'lsa, 100 litr bo'lsa 600 ming bo'ladi. 540 550 ming. 550 ming so'm. Mashalloh. Bu qadar ko'ra akalar bu sigir boqqan yaxshi ekan. Sababi bu ham tug'adi. Agar Allohim berib qolsa, barakasini berib qolsa, ikkita tug'ib qolsa, yana ham 65 millionga olsangiz, ikkita tug'ib qoladigan bo'lsa 90 million, 100 million atrofiga aylanib qolaverar ekan pulingiz. Aytadi, shu emasmi? Adnexpert deyapti Instagramda. Aytadi, onayning emasmi? Adnexpert deb. 60 million tiksang 90 million bo'lib qolaveradi. Allohim barakasini bersin. Xo'p, bu yaqin atrofda tug'adi. Bu buniki bir 10 kun u yoq bu yoqda bor buniki. 10 kun, ha? Ha. 10 kun u yoq bu yog'ida Xudo xolasa Allohim berib egizak tug'sin degan. Alloh barakasini bersin. Xo'p, 90 litr sut beryapti ekan. Nimalar beryapsiz? Bu shu asosiy yemimiz shu silosda somonni drabilkadan chiqarib, xo'p, somonni drabilkadan chiqarib, yem aralashtirib, mana. Xudo xolasa yemlar nima beryapsiz? Necha kilodan necha kilogacha beryapsiz? Hozir bularda nimasi yo'qmi? Bu 6 kilodan yeyapti bir kunda. 6 kilogramdan silos somon. Ha. Shundaymi? Yo'q. 30 kilo silos edi. Endi 2 kilodan somon edi. Bir kunlik endi tarozida o'lchab me'yor qilib qo'yilgan, o'sha bo'yicha yedi-da. 6 kilo. Har bittasi kuniga 6 kilogramdan Ha. silos yeydi. Yo'q, 6 kilogramdan yem yeydi, yem. 30 kilogramdan silos. 2 kilogramdan somon yeydi. Tushunarli. O'shanda 30 kilogram. Bizda bir 50 mingga boradi-da, 50 mingga bor. Bir kunlik xarajat 50 ming so'm. Ha, o'z yemni o'zimiz tayyorlab beramiz. Endi bizga yem ham misol arzonroq tushadi. O'sha 5 mingga bormaydi, to'xtaydi-da. Yemni o'zim tayyorlayman deyapsiz, ha? Ha. Mana shu holatda. Mana yemlari. Buning ichida nimalar bor? Buning ichida arpa bor, makka un bor, kunjarasi bor, raps bor, vilafos, kalsiy, tuz, soda. 10 xil aralashma. Ideal korumdan berardingiz, ha? Ilgari ideal korumdan berganmiz. Effekti yaxshi bilintirmadi. Ko'paymadi suti. Sut ko'paymadi. Ha, sut ko'paymadi. Sut yo'nalishida bo'lgan nimani berdingizmi? Ha, o'sha olib kelib imin o'sha sigirniki mana shu oq qopdagidan olib kelib berdik. Bu buzoqlarki. Buzoqlarki. Ha, shuni kattarog'ida bo'ladi. Nima sababdan sutni ko'paytirmadimi? Yo'q, sutimdan ko'paymadi. O'sha ratsioni bo'yicha, misol bittasi 30 litr sut beradigan sigirni ratsioni bo'yicha, misol 30 kilo o'sha silos, qanchadir o'sha endi beda bizda yo'q, endi beda bermadik-ku. Endi bitta bedada emas u gap. Nima qilib somon berdik. O'sha o'zimizda o'sha ratsion bo'yicha o'sha yemni olib kelib berdik, sut ko'paymadi. Endi o'zimiz o'sha qo'lda o'zimiz tayyorlayapmiz. Keling, misol uchun bitta molga nech grammdan qo'shishingizni misol uchun obunachilarimizga va chorvadorlarga tushunchasini berib o'tsangiz. Oldin ideal korum bergan paytingizda necha litr sut berardi-yu, o'zingiz tayyorlagandan keyin necha litrga ko'tarildi? Shu ideal korum bergan paytimiz shu 78, shu 75 bilan 80 orasida berardi. 75 bilan 80 orasida. Ha, o'sha 80 yo'q berardi. Endi hozir o'zimiz tayyorlab berishni boshlagandan beri suti ko'payib, shu 90 ta oshiq beryapti-da. 90 ta. Necha kun bo'ldi o'tganlaringga? O'tganimizga bir o'zi 4 kun 5 kunda bilindi o'zi. Men tayyorlab berganimga 4 kun 5 kunda bilindi. 3 kunmi 4 kun bo'ldi tayyorlaganimga. Demak, ichkaridagi oshqozondagi barcha nimalar joy-joyiga tushgandan keyin demak 100 litrdan ham o'tar ekan, mo'ljalim, ha? Endi Xudo xolasa, sekin endi Allohim barakasini bersin. Xo'p, akalar, 5 ta misol uchun sigir boqadigan bo'lsalaring, qanchadan olodingiz bularni? Narx har xil standartga oladigan bo'lsangiz 60 ga to'g'ri keladi. 60 milliondan to'g'ri keladi hammasi. Standartga oladigan bo'lsangiz 60 millionga to'g'ri keladi. Endi har bitta misol uchun 5 tasidan 540 ming so'm, o'rtacha yemiga hisob kitob qanda qancha chiqarib tashlaymiz? Endi 5 tani o'zimiz, endi Ozbayda shu 5 tasi, u yoqda 6 ta buqa, bu yoqda 8 ta. Xullas, mana shu mollar 15 ta molni hammasini boqyapti, o'zimizni ham boqyapti xullas. Xullas 15 ta molni ham boqyapti, sizlarni ham boqyapti. Ha, shunaqa. Tushunarli. Wow, mashalloh. Agar 5-6 ta sigir boqib turib, bu tomonda yuring, buqalarni ham ko'rsataylik. Bu tomonda 6 ta buqa mana misol uchun
yem yeb mana shular yosh edi 3 oy oldin ko'rganimizda. Yosh edi. Mana ko'ryapsizlarmi? 500-600 kilo bo'yotibdi. Hammasi qorni to'yganidan yotibdi mana. Mazani qilib hammasi. O, chekkadagi Mickey Mouse juda ham zo'r katta to'p-da. Ha. Mickey Mouse. Mana u ham kichkintoy edi. Mana ular ham kichkintoy edi. Mana uni qaranglar, mashalloh. Bir 700 bor. Ko'ryapsizlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni qoldirasizlar. Ha, like bosib qo'yasizlar agar bosmagan bo'lsalaring. Xo'p. Mana shu 5 tadan ortib summasi yemni. Ha. 5 tadan ortib hammasini boqib, mana shu 6 ta buqani ham boqyapti. Shundaymi? Shunday, ha. Demak, tekinga boqyapti ekan-da. Bular tekinga tushyapti ekan. Bular tekinga tushyapti. Semir uradi. Tekinga tushyapti ekan mana shu buqalarni semirtirilishi. Yemi shunday Xudo bo'lyapti. xolasa yemi. Allohim baraka bersin. Qarang, bularga qanchadan qancha silos va yem beryapsiz? Vos 20 kilodan silos yeydi bittasi. 4 kilo yemiydi bir kunda. Endi bir kunlikda, bir sutkalik. 20 kilo silos, 4 kilo yem, 2 kilodan somon berardingiz, ha? Ideal ko'rim berardingiz, Bularga ham ideal ko'rim, ha, boshida ham berdik, orada nima boshida bergandik. Yaxshi effekt bergandi. Keyin orada uzilish bo'ldi, nima qilib yana shu ideal ko'rim berdik. Keyin sekin hali buqalar to'ymay qoldi o'sha vaznga beradi. Ratsion bo'yicha berganda? O'sha ratsion bo'yicha berganda buqalar to'ymay qoldi yemga. Yemga to'ymay qoldi. Ha, misol go'nglari ham qatib, nima bo'lmay yemga to'ymadi, xullas. Bir akamiz bor, Abdulaziz degan akamiz bor. Misol uchun go'nglari qatib qolsa, boshqa bo'lsa, ichkaridagi misol uchun ko'p ozuqalar yetmaydi deb video olgandik boqish yo'nalishida. Lekin hozir juda ham zo'r. O'sha o'zlari aytganday, suzma bo'lib tushyapti ekan, ha? Ha, shunaqa. Nima beryapsiz bu holat? O'zi to'yib, oyoqlarini kerib yuboribdi bular o'zi. Hozir silis, somon, ha, kunjara, makka, bug'doy yorma, ozgina kepak aralashtirib beramiz, ha. Tushunarli. Ideal ko'rimni ratsioniga tekkanimiz yo'q. Yo'q, unga umuman tekkanimiz yo'q. O'zi shunda yaxshi, effekt yaxshi, shunda o'zgaryapti. Shunda o'zgarish yaxshi. O'zgarish yaxshi, ha. Ideal agrar jamoasi, mana hozir video olyapmiz. Ko'pchilik meni ham kuzatadi, video roliklarimni. Misol uchun agar nima bo'ladigan bo'lsa, yemda qandaydir o'zgarish bor, ha, deb o'ylayapman mo'ljalim. Agar chunki boshida zo'r ketgandan keyin ozginadan keyin o'zgarish bo'ldi deyapsiz. Endi u bilmasam, endi bizga mana shu ham qulay, ham mollarni o'zingiz ko'rib turibsiz holatini. Gapiryapti mollar. Yotgandan o'zi sezilarli darajada. Xullas, o'z fikrim, misol uchun fikrlaring bo'ladigan bo'lsa, sizlarda qanday holatda, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Shu yem bilan beray turgan akalarimiz mana hozir bundan o'zgartirishibdi yemni. O'zlari tayyorlashyapti ekan mana uni. Mana xo'p, makka, kunjara, raps shiroti, arpa, bug'doy, vilafos, kalsiy, soda, tuz. Shu o'zlaring tayyorlayapsizlar. Ha. Qarang, men mo'jalim ilgarigi ideal ko'rimda ratsioni mana shu holatda bo'larmi? Ha, shunaqa. Ha, endi eski ilgarigi. Kunjara. Ideal ko'rim. Kunjara bo'lmasdi-yu, ularda soya bilan smechka bo'lardi. Endi hali smechkani proteini pastroq, soyaniki baland, to'g'rimi? Biz endi o'shanga nima qilib endi biz olib keltira olmadik soyamni, smechkani. O'rniga ikkalasini bitta qilib kunjara qo'shib yubordik-da. Tushunarli. Lekin bu mollar ham mana go'ngini ko'rib turibsizlar. O'sha aytilgandek, go'nglari ham, ichki nimalari ham joy-joyida, yaxshi. Mollar hozir kirganlariga turib olibdi. Xo'p, xullas, siz 5 ta sigir oladigan bo'lsangiz, undan tashqari oilani ham boqar ekan va sizga sigirlar yiliga bittadan mana bunga o'xshagan 15-20 milliondan buzoqchalarni olib kelib tashab ketadi. Mana shumi bittasi? Bittasi bu, bittasi nari tomondagi. Yo'q, mana bunisi. Bunisi dam olib yotgani. Ha. Kecha tug'ilgan buzoqlar. Allohim baraka bersin. Xudo xolasa. Nima deysiz chorvadorlarga? Qanday fikrlaringiz bor? Nima berib boqsin va nima deydi? Hozirgi qish oylarida maslahatlaringiz bersangiz. Siz ham misol uchun 3 yil 4 yildan beri boqyapsiz. Ba'zilar mana bekitmay ochiq boqyapti.
Bekitishga nimaga? Endi men biz ham ochib qo'yapmiz. Kunduz endi kechqurun buzoqlarga sog'liq qilyapti. Hozir minus darajaga tushyapti. Ha, minusga tushyapti. Buzoqlar yangi tug'ilgan sog'liq qilyapti. Tushunarli. Endi chorvadorlarga aytadigan bo'lsak, shu chorvani baqish kerak. Chorvada baraka bor deydi-yu. Bag'am o'sha yaqin 3 yildan burun o'tib ketdingiz-a chorvaga? 2023-yil qishda boshlagandik. Ha. 2 yil bo'ldi. Rosa 2 yil to'lib 1 oy o'tdi. Tushunarli. Pul topib, pulni misol uchun otasini, enasini ushlab qolib, bolalarini ko'paytirgan holatda mana shu holatga kelyapti. Ya'ni bolalarini ishlatib yormay, katta-katta qilib mana ko'rib turibsizlar. Allohim baraka bersin, Hamidullah. Hammamizni chorvalarimizga ham baraka bersin. Inshaalloh galdagi video roliklarimizda agarda suti ko'payadigan bo'lsa, Bahrom aka, mana shunaqa ko'paydi desangiz, kelib, nima baribir siz ham izlanasiz-da, bitta nima ushlab qolinmaydi. Sut yo'nalishiga kirgandan keyin sut ko'paytirgani hamma narsada izlanasiz. Endi ko'chada sotilayotganda ko'rimlarni endi ular ichiga kim nima qo'shayotganini, endi qanday qo'shib nima qilinayotganini endi biz bilmaymiz. Shuning uchun biz o'zimiz olib kelib tayyorlaymiz. Tushunarli. Hamma o'zi olib kelib tayyorlasa yaxshi demoqchisiz. Ishonchli-da endi. Ko'riladi. Ha. Tushunarli. Xudo xolasa, agarda nima deydi? Mana shu yemni ham nimasi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikka video rolik manzur bo'ldi deb o'ylayman. Agar shu yem ishlab chiqaradigan joydagi akalarimiz ham ko'rib turgan bo'lsa, mana shuni qo'shamiz. Mana ko'rsatib, bizni chorvadorlarga ko'rsatib bergani chaqirishsa, bemalol borib, zavoddan siz uchun aynan mana shu gapga ko'pchilikda eshityapman. Bu bitta sizdan emas. Misol uchun men ko'chada meni ko'rib qolishadi-yu. Meni Bahromjon, o'tgan safar yemni reklama qildingiz, mana shu holatda boqilyapti, lekin men shundan berdim. Siz aytgandek, misol uchun mollarni ko'p yeyapti, aytilgan kilogramni beryapmiz. Bilasiz, bizda bedan imkoniyati yo'q. Nima maslahat berasiz desa, men to'g'risiga blogerman. Chorva yo'nalishida meni misol uchun ortiqcha ilmim ham, bilimim ham Xudoga shukr sizlardaqa insonlardan videoni olib, misol uchun o'rganib boryapman-da. Shuning uchun misol uchun meni chorva bo'yicha yoki nima bo'yicha ilmim yo'q, to'g'risiga bilimim yo'q, lekin imkoniyat darajada yoritib berishga harakat qilaman. Men misol uchun bunday qilsangiz tuzaladi degan narsani bera olmayman-da. To'g'risi gap. Lekin mashina boqib turgan akalarni nima berib boqyapti, qancha daromad qilyapti, shu haqida ham misol uchun video rolik bemalol tayyorlaymiz. Orqasidan ham bitta ko'rsatib qo'yaylik-a. Mashalloh, mana qaranglar. Tagi toza. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, rezinkalar qo'yarsiz-a? Endi Xudo xolasa, endi sekin-sekin. Homilador ona. Bu ham tug'adi? Bu ham tug'adi. Buniki sal ozgina uzoq, bundan keyin. Mayda haligi BMB ham bor mana. Xonajimmi nima bu? Novvas bu ham. Vah, mashalloh. Sizda bor-a? Lekin eng kayfi nima qilyapti? Yaroqchi ovozingni o'chir, xalaqit berma degandek qilyapti. Xullas, Allohim chorvangizga baraka bersin, barchamizni. Misol uchun sut yo'nalishida bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bemalol, misol uchun taklif qilsalaring, chorvalaringda insonlarga borib, ko'rsatib, misol uchun tanishtirib, agar sizda yangilik bo'ladigan bo'lsa, akalar, bemalol taklif qilsalaring, biz bemalol borib, sizlarni ham chorvalaringda xuddi shunday ko'rsatuv qilib insonlarga taqdim qilib beraveramiz. Hammamizga Allohim baraka bersin va o'tkazgan vaqtlaringga Allohim rozi bo'lib qo'ysin va sizlar ham rozi bo'lib qo'yinglar.